Diqqat! O'zbekistonda endi bunday fuqarolarga 100 million so'mgacha pul beriladi. Azizlar, tezda pullaringizni oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lganlar videorolik oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Yoshlarga 100 million so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi davlat dasturi doirasida 31 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston aholisiga o'z biznesini rivojlantirish va ta'lim kurslari uchun to'lovlarni amalga oshirish uchun mikrokredit beriladi. Hujjatga ko'ra ushbu tashabbusni moliyalashtirish Aloqa bank orqali yoshlar biznesi dasturi doirasida amalga oshiriladi. Kredit Markaziy bankning markaziy stavkasidan 4% punkt yuqori foiz stavkasi bilan 7 yilgacha muddatga beriladi. Asosiy qarz uchun 1 yilgacha va foiz to'lovlari uchun 3 oygacha imtiyoz davr beriladi. Mikrokredit olish uchun sug'urta polisi yoki uchinchi tomon kafilligini taqdim etishingiz kerak. Mablag'lar yo'nalishlarga qarab 20 million so'mdan 100 million so'mgacha ajratiladi. Aziz do'stlar, biznes va moliyaviy xabarlarni bizning kanalimizdan birinchilardan bo'lib kuzatib boring. Albatta videorolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.